Oldin maslahat qilib, keyin chaqirmaysanmi? Hozir bitta joyga keldim, naves o'lchaganim. 105 kilometr joyga kelyapman uzoqligi. 2 kundan beri to'xtatmay telefon qilishyapti. Naves tashlashimiz kerak, bizniki aniq rasmlar tashlab berdim, narxlarni uyda turib hisoblab berdim. Aka yaqin joy emas, men uzoqdan boraman, oravagarchilik bo'lib qolmasin. Bir so'rab surishtiring, ustalarga solishtiring. Bizniki to'g'ri kelsa, rizq bo'lsa borib keyin qilib beraylik. Ataylab borsam, javob bexijolat kelavering. Bizda unaqa odat yo'q deb chaqirishib turib, kelib hisoblagandan keyin biz bir maslahat qilib olaylik. Xotiningiz bilan bo'lmasa yaxshilab maslahat qilib, keyin telefon qilmaysizmi dedim. Hozir urushib qoldik. Urushib qolib chiqdim. Biz ham insonmiz, ishimizni tashlab kelyapmiz. Buni to'g'ri tushunish kerak-da. Juda oxirgi payt shunaqa narsa ko'payib ketdi. 10 ta ustani chaqirib hisoblatadi, men 11-chisi bo'ldim, adashmasam. Shu narsa to'g'rimi? Xolis fikrlaringni bildirib ketinglar, kommentariyaga yozib ketinglar. Aytayaptiki, ustasanda, kelasanda, ham biz usta bo'lganimizda 5-10 kilometr atrof bo'lsa muammo emas, u borib hisoblab, pulini chiqarib berishdan qochmaymiz. Lekin 100 kilometr joyga men 1,5 soat bu tomonga, 1,5 soat qaytishga xarajat qilib boryapman, yo'limni, vaqtimni sarflab borgandan